Все, университет, самолет, связь. Давай выйдем со скорой. Xonimlar va janoblar, biz sizni Uzbekistan Airways aviakompaniyasi samolyoti sahnida ko'rishdan xursandmiz. UzAir Plus dasturi ishtirokchilari bo'lgan doimiy yo'lovchilarimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Parvoz xavfsizligi qoidalariga binoan ayni vaqtda barcha elektr asboblari o'chirilgan va qo'l yuklaringiz tepadagi tokchaga yoki o'rindiq tagiga qo'yilgan bo'lishi kerak. Samolyot ko'tarilishi, qo'nishi va burilishi vaqtida eshitgichlardan foydalanmaslikni tavsiya qilamiz. Eslatib o'tamiz, samolyot harakatlanishi boshlashi bilan kamarlar